Belarus Rossiya bilan yadro qurolidan foydalanishni mashq qilish uchun qo'shma mashg'ulotlarni boshladi. Ular Moskva Belarusda joylashtirgan yadro qurolidan foydalanishni mashq qiladilar. Belarus dushanba kuni Rossiya bilan qo'shni va ittifoqchi davlat hududida joylashtirgan yadroviy qurollardan foydalanishni amaliyotga tatbiq etish uchun qo'shma mashg'ulotlar boshlaganini ma'lum qildi. Belarusning avtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiyaga o'z mamlakatiga taktik yadro qurollarining bir qismini joylashtirishga ruxsat berdi. Dekabr oyida Rossiya o'zining so'nggi o'rta masofali yadroviy raketa tizimiga ega Oreshnik raketa majmuasi Ukraina va NATOga a'zo Polsha, Latviya va Litva bilan chegaradosh Belarusda foydalanishga topshirilganini e'lon qildi. Belarus Mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, mashg'ulotlarda raketa bo'linmalari va jangovar samolyotlar ishtirok etadi. Mashqlar davomida Rossiya tomoni bilan hamkorlikda yadro qurolini yetkazib berish va ulardan foydalanishga tayyorgarlik ko'rish amaliyoti o'tkazilishi rejalashtirilgan, deyiladi vazirlik xabarida. Unda aytilishicha, mashg'ulotlarda asosiy e'tibor kuchlarni katta masofalar bo'ylab yashirin harakatlanishga tayyorlashga qaratiladi. Unda aytilishicha, manevrlar oldindan rejalashtirilgan va uchinchi davlatlarga qarshi qaratilgan emas. Lukashenko 9-5 millionlik xalqni 30 yildan ko'proq vaqt davomida temir musht bilan boshqarib kelmoqda. Uning hukumati buning uchun bir necha bor Garb tomonidan sanksiyalangan. Kuba AQShning uchuvchisiz samolyotlar haqidagi da'volardan keyin harbiy harakatlar amalga oshirilsa, qon tokishi haqida ogohlantirmoqda. Kuba prezidenti Miguel Diaz-Canel 300 dan ortiq uchuvchisiz samolyotlar haqidagi xabarlardan so'ng AQShning har qanday zarbasi halokatli bo'lishini aytdi. Xga joylashtiring. O'qishni davom ettiring. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, hantavirus va Ebola kabi yuqumli kasalliklar tez-tez uchraydi va zararli pandemiya hisoboti Afrikadagi sog'liqni saqlash guruhlari Ebola epidemiyasini to'xtatish uchun harakat qilayotgani sababli global xavf ortib borayotgani haqida ogohlantirmoqda. Ekspertlar Kongo Demokratik Respublikasi va Uganda sog'liqni saqlash idoralari Ebola epidemiyasining oldini olish uchun kurashayotgani sababli dunyo yuqumli kasalliklar epidemiyasiga nisbatan kamroq chidamli bo'lib bormoqda, deya ogohlantirmoqda. Tez-tez ular ham ko'proq zararli bo'lib bormoqda, ogohlantiradi.